Assalomu alaykum. Qiyma kabob tayyorlaganingizda tushib ketib, oddiy kotletga o'xshab quruq bo'lib qolib, shunaqa shirali, suvli chiqmayotgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsanglar, har tomonlama yaxshi chiqadigan qiyma kabob tayyorlashni to'liq sirini ko'rsataman. Birinchi bo'lib go'shtni to'g'ri tanlab olamiz. Qo'yi, bo'yni hamda kachalka qismidan qilsak, shirali, qiymamiz yopishqoq, tishlaganda g'irchillab chiqadi. Pishganda quruq bo'lib qolmasligi uchun, yana ham yopishqoq zo'r chiqishi uchun qo'y charbisidan qo'shamiz. Kabobni yana ham mazali va suvli qilish uchun 1 kilogramm go'shtga 1 dona piyoz, yarimta pomidor solib, zira, kashnich, tuz, tabga qarab ozroq murch solib, yaxshilab aralashtirib, muzlatgichda 1 soat qoldiramiz. Tayyor bo'lgan go'shtni go'sht maydalagichdan 2 marotaba chiqarib olamiz. Shunda mahsulotlar bir-biri bilan yana ham yaxshi aralashadi. Go'shtlarni chiqarib olganimizdan so'ng ko'rib turganingizdek yaxshilab aralashtirib, urib, yopishqoq qiyma tayyorlab olib, shunaqa salafan paketlarga solib, muzlatgichda tezroq qotib muzlashi uchun shunaqa yoyib olib, muzlatgichda qotirib olamiz. Muzlatilgan qiymani uzoq vaqt saqlasanglar bo'ladi. Istalgan payt muzlatgichdan olib, 2 marta go'sht maydalagichdan chiqarib, o'zingiz xohlagan shaklingizda siqlasangiz bo'ladi. Qiyma yopishqoq bo'lgani uchun siqdan tushib ketmaydi. Ancha yillardan beri qiymani shunaqa siqlayman. Birinchidan qiyma siqlashni bilmayman deb bahona qilish olmaydi. Ikkinchidan koptokcha shaklda bo'lgani uchun yana ham suvliroq va ko'proq joyi qizarib, mazali chiqadi. Orasiga ingichka qilib dumba qo'yib yuborsanglar, yana ham zo'r chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Xudo xolisa uyaltirib qo'ymaydi. Juda ham mazali chiqadi, suvli bo'ladi, tishlaganingizda g'irchillab turadi. Videoni qiyma kabob yaxshi ko'radigan yaqiningizga jo'natib qo'ying. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ayamasangiz xursand bo'laman.